Shu 3 ta xislat kimda bo'lsa u munofiq bo'ladi dedilar. Ya'ni u 200lamachi bo'ladi. Va insoma avsolla, agar u odam roza tutsa ham, namoz o'qisa ham, va za'ama annahu muslim, u odam o'zini musulmonman deb gumon qilgan taqdirda ham 3 ta xislat borki, agar o'shalar uchala xislat bo'lsa, u odam munofiq bo'laveradi ekan. E'tibor bering azizlar, hatto roza tutsa ham, namoz o'qisa ham, men musulmonman deyotgan bo'lsa ham, mana shu 3 ta xislat o'sha odamda bor ekan, u odamda munofiqlik bor dedilar. Bu 3 ta xislat qaysi? Rasululloh alayhisalom aytdilar: "Ida hadatha kadiba." Agar gapirsa, yolg'on gapiradi. Va ida u'timina xona. Agar omonat berilinsa, omonatga xiyonat qiladi. Va ida va'ada axlafa. Va'da bersa, xilof qiladi.